Payg'ambarimiz alayhissalom Madinaga ko'chib borganlarida hijrat qilib, Madina aholisi taqriban 33 ming aholi edi. Forsdan bir tabib keldi, musulmonlar bilan Madinada yashay boshladi. Bir yil yashagach, bir yil ichida biror bir musulmon borib, sog'ligidan tabibga shikoyat qilmadi. Tabib hayron qoldi. Nega bu musulmonlar kasal bo'lmaydilarmi deganda, bu gap Rasulullohga yetib kelganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men va mening ashobim kasal bo'lmaymiz dedilar. Tabib aytdiki, nega endi musulmon ham issiq jon, nega kasal bo'lmaydi deganda, sen buni islomdan izlagin dedilar payg'ambarimiz. Musulmon islomini bilsa, sunnatini tushunsa, payg'ambarni tanisa, kasal bo'lmaydi. Sog'lom yurgan odam, sog'lom turmush tarziga